inson farosatli bo'lishida dunyo va oxirat saodati borligi, farosat deganda inson vaziyatlarni tushunishini aytdik. Ya'ni bir holatda o'sha holatdan chiroyli xulosa qilib bir inson gapirmasa-da aql egalariga ishorani o'zi kifoya qiladi deganidek, aql egalariga ishorani o'zi kifoya qiladi. Ya'ni farosat egalariga nimadir belgilarda o'zi yetadi, kifoya qiladi. Masalan, bir qari odam turaman deyapti. Qarasiz o'ngga chapga bo'lyapti. U odamning yoniga yordam kerak. Shart emas, bolam qo'limdan usha deyish shart emas. Bir odam piyalani ushada, o'ngga chapga qaradi, u shart emas bizga choy quyib ber deyish. Qo'lni uzatib bering deyish. Yo'lda ketyapmiz, bir odam haqida shashilyapti. Bilib turibsiz. Asosiy yo'ldasiz. Orqangizdan shashilib kelyapti. O'sha joyda yo'l berish kerak. Shuni farosat deydi. Yo'l berishga bugungi kunda, ochiqini aytganda, ko'pimizda kibr qo'ymayapti. Shunday yoniga o'tib, ayniqsa sal yaxshiroq mashina bo'lsa, orqada bir Matizmi kelib yo'l bersa, bunday o'tgani kibr qo'ymayapti. Aka, o'ting. Kimga havas shashilib, kimga havas shashilib. Kerak bo'lsa radar bo'lsa ham 130 yuradigan holatlar bo'ladi. Qon va shillar oqib tursa radarga qaraydimi? Yo xotini raddomga olib borib tursa radarga qaraydimi? Qizilga qaraydimi? O'sha paytda bunday qilib baka o'ydagan, deb ketaversiz. Janjal o'shandan chiqadi. Xuddi o'sha vaziyatga sizni tushirib turib, o'sha vaziyatda Xudo saqlasin, bizni Alloh nimadir musibatlab qo'yishi mumkin. Yaxshi gumon yo'q-da. Yaxshi gumon yo'q. Vaziyatga to'g'ri baho berish yo'q. Biz qachon shu narsaga erishamiz? Vaholanki iymonsiz odamlarda, iymonsiz deymiz. Mana nechta odam bilan gaplashsam aytadi, chetga borib keldi maqtaveradi. Quloq solasiz, nimani maqtaydi? Tozalikni maqtaydi. Muomalani maqtaydi. To'g'ri oxirida aytadi. Hamma yo'q bor ekan-u deydi, iymon yo'q ekan deydi. Agar shular iymonlik bo'lsa deydi. Mana Yevropada 5 ta davlatda dam olib kelgan ukamiz bilan gaplashdim. Agar deydi shularga iymon kirsa, haqiqiy musulmonlar shular bo'lar ekan deydi. Nimaga desam, birortasi bir-biriga xo'mraymaydi deydi. Qarashini ko'rib, meni tanir ekanmi deb o'ylab qoldim, dedi. Xuddi shu narsa menda ham bo'ldi Amerikada dedim. Men bunday qarab turib, bu meni tanir ekanmi deb o'zimga o'zim boshida. O'zimcha o meni Amerikaliklar taniyapti, Amerikanis taniyapti deb o'ylasam, yo'q, ular o'zi shunaqa ekan ular. Xuddi tanishdaqa tabassum bilan o'sha hello pellosini aytib ketar ekan. O'zi asli bu musulmonda bo'lish kerakmi? Tozalikni maqtaydi, ko'chadagi tozalikni maqtaydi. Ko'chadagi palasani maqtaydi. Bitta yo'lga tushdimi, shunda ketadi deydi. O'zini-o'zi unga bunga o'tib deydi, xalaqit qilmaydi deydi. Odamni ko'rmaysiz deydi, mana bo'lib zigzag bo'lib yurgan, afg'on qilib yurgan odamni ko'rmaysiz deydi. O'zi asli shu tartib bizda bo'lish kerakmi? Shu farosat bizda bo'lish kerakmi? Shu tozalik bizda bo'lish kerakmi? O'zi aslida nimaga bugun bizda yo'q? Kelinglar, bu men ko'p takror qilaman. Ey, akalar, qadrdonlar. Bu meni o'zimga ham tegishli. Bu nasihat o'zimga ham tegishli. Tezroq o'g'nalib olaylik akalar. Tezroq yaxshi odam bo'lib olaylik. Tezroq madaniyatli odam bo'lib olaylik. Tezroq dinimizga amal qilib olaylik. O'qilayotgan Qur'on, eshitayotgan Qur'onlarimiz, eshitayotgan pand va nasihatlarni amal qilib olaylik. Bu dinimizda qilma degan narsa borki, tish tirnoq bilan harakat qiling, qilmaylik shuni. Qil degan narsa borki, tish tirnoq bilan harakat qiling, qilaylik ekan. Hamma narsada samimiy odam bo'laylik. To'g'ri odam bo'laylik. Bir narsani yomonlayapmizmi? Alloh uchun bo'lsin. Bir narsani yaxshilayapmizmi? Alloh uchun bo'lsin. Paxta qo'yish uchun, laganbordorlik uchun, o'zimizni yaxshi ko'rsatish uchun, men shundoq desam, ishimda qolarmikinmi? O'lib ketsin shu ish. O'lib qolsin shu ish. Men oldingi o'sha qarilarimiz gapidan gapirdim hozir. Oldin shunday gap bo'lardi bizda. O'lib qolsin shu narsa dirdi. Endi Farg'onaliklar bo'lsa bilsalar kerak. Bu degan o'lim tiladi degani emas, bu maddohlik bilan, laganbardorlik bilan shu ish bo'lsa o'lib qolsin shu ish.
Shu ishsiz qolib biz ham o'lib qolaveraylik, mayli bo'lmasa. Odam una bo'lmasligimiz kerak. Laganbardor, yuzaki, qalbaki. Biz axir musulmonmiz biz. Biz eng Alloh rozi bo'lgan haq dinda biz. Bu degani eng Alloh rozi bo'ladigan shaxs bugungi kunda biz bo'lishimiz kerak. Shuni namoyondasi bizni, "Ey, mana islom deganda mana meni ko'r, mana mashi, mana deb ko'rib turib, sizdan mendan bemalol bugun islomga qiziqayotgan shaxslar bugun bizdan bemalol o'rnak olish kerak. Ular bilmaydi, "Ey, Allohning oyatida o'rnak namunani payg'ambardan olasan" degan narsani tushunmaydilar. Islom deganda bo'ldi, siz bilan menga qaraydi bular. Tamom. Kirgandan keyin tushunish mumkin. Ha, bo'ldi. Dinga 100% amal qilib, xato qilmasdan yashagan payg'ambar ekan va u kishim aytgan sahobalar ekan. Va Rasululloh alayhisalom 3-asrda aytdilar, tobiinlar asli. Shularga qarashimiz kerak ekan. Hozir o'sha mana dinga kirdim, men ham xato qilayotgan deb bugungi kimdir ham xato qiladi. Payt poylamaslik kerak. Ovchilar payt poylaydi-yu. Baliqchilar papilovoyda tortishni poylaydi. O'rdakka chiqqanlar o'rdak qo'ni bir-biriga juplashishni poylaydi. Bittani otib qo'ymaydi. Juplanadi to'rtta bey, o'shanda otadi. Biz uni bo'lmaylik. Birovni qoqinishini, yiqilishini, xatosini kutmaylik. Buna bo'lmaylik biz. Chunki Luqmon Hakimning gaplari bor, kim birodariga chuqur qazisa, albatta o'zi tushadi. Aka, menga chuqur qaziyapsizmi? Kuting, o'yiz tushasiz. Men sizga chuqur qaziyapmanmi? Kuting, men o'zim tushaman. Tushaman. Tushyapti ham. Tushsin ham. Birovga yomonlikni ravo ko'rmaylik ekan. Yaxshi odam bo'laylik. Inshaalloh shunday go'zal bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Shuning bugungi axborot, ya'ni axborot kuchayib ketdi-ku hozirgi kunlarda, to'g'rimi? Shu axborotdan ehtiyot bo'laylik. Ma'lumotlar bizga kelayotgan, bolalarimizga kelayotgan. Nima informatsiyalar, bolalarimiz bugun nimani o'qiyapti, nimani ko'ryapti, nima bilan foydalanyapti. Erinmang. Ozgina vaqt. Bolalarimizga aytaylik, bolam, meni aldaysan, meni bekitasan menda. Ey, Allohdan aldalmaysan. Allohdan bekitalmaysan. Keyin zarar o'zingga bolam. Shunday kirganda, uyga kirayotganda to'g'ri informatsiyalarni udalit qilib yuborishi mumkinmi telefonda? Lekin farishta yozgan kitobdan udalit qila olmaydi-ku. Bu o'zi aslida ziyon o'ziga edi-ku. Mana hozir shu internet olamida bilsangiz, qanaqadir odamlarga yaxshilik qilaman degan ma'noda muammolarni gapirayotganlar bor. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Agar niyati yaxshi bo'lsa. Biz ularni do'st deb bilamiz. Agar bir muammoyimizni gapirib, bir muammoyimizni hal qiladigan odam bo'lsa, Xudo rozi bo'lsin. Biz tika turib tan olamiz undaylar. Lekin niyati yomon bo'ladigan bo'lsa, bu shunaqalarga ham tegishli. Agar niyati yomon bo'ladigan bo'lsa, harakati yaxshi bo'lsa-da, u harom bo'ladi, u gunoh bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom har bir yaxshi ishlarimizda niyat e'tibor deganlar. Niyating nima sani? Niyat bu qalbda bo'ladi. Birov bilmaydi bu narsani. Shuning uchun niyat. Shuning uchun biz ziyrak bo'laylik, biz tinglovchilar. Mana hozir siz bilan men xo'p internetga chiqmaydigan, internetni kuzatadigan odambizmi? Biz ziyrak bo'laylik. Nimaga buni deyapti? Nimaga boshimiz silayapti? O tepadagi gapim. Nimaga bu meni maqtab qoldi? Nimaga bu bizni maqtab qoldi? Nimaga bu bizga mehribonlik qilyapti? Nimaga degan savol. Shu nimagani topish uchun farosat kerak. E'tibor kerak. Bu joyda yana bir voqea borda, hozir aytaman. G'ijduvoniyda voqealari. Bir odam kirganda G'ijduvoniy aytgan ekanlarda. Bir ko'rinishidan bir odam kirgan ekan. Bu kishi oldilariga yomon niyatda kirgan ekan. Shunda belida bir yomon odamga zarar yetkazadigan bir qurol sifat narsa bor ekanda. Shuni kirib kelishi-yu, harakati-yu, ko'rinishidan shuni bilib aytgan ekanlarda G'ijduvoniy rahimahulloh. Shu belingdagi shu narsani yechib yubor degan ekan. Hali odam, "Yo'q, menda unaqa narsa yo'q" degan ekan. Men hech qanday unaqa odam emasman men deganda, yondagilarga turinglarda, turib shunday usti boshini yechishganda ichida shu narsa bo'lgan ekanda. Bu degani e'tibor, ziyraklik.
Bu eng yomon narsa loqayd bo'lishlik, ya'ni e'tiborsiz bo'lish. Bugun e'tiborsiz bo'lsak, katta yutqizishlarga sabab bo'lishimiz mumkin. Mana o'zimni oddiy bitta e'tiborim u bir qaysidir jumada aytib berdim shekilli. Men e'tiborliman, farosatliman demoqchi emasman. Farosatim qanchalik bilmadim. O'sha tarovehdan qaytayotganda bitta bolani kechpa 11-12larida kelyapman mahallamga mashinada. G'alati-da, mashinani svetini ko'rdi-yu o'zgardi xullas. Harakatlar boshqacha. To'xtab ko'rishdim. Yaxshimisiz? Nima xizmat dedim. Chunki biz mahallada reanimatsiya yo'q. Hokimiyat yo'q, ichki ishlar yo'q. Davlat tashkiloti yo'q, kechasi ishlaydigan. Обычный mahalla. Sen Namangan ketyaptim dedi. Ha, Namangan ketyapsiz ham? Ha, dedi. Ha, yaxshi. Yuring, men ko'rsatib beraman. Yo'q, o'zim ketaman dedi. Shunday ushadim. Zahvat yaxshi-da. Ushaganingni uzib olaman deydi-yu. Shu mashinaga o'tkazdim. Olib kirib, Addelga berdim. Bir Namangan yo'lini topolmayapti ekanlar, bilinglarchi. U o'g'ri bola ekan. Deb qaysidir jumada aytsam, kommentariyaga yozib qo'yishdi. Sanam kazo'lagansan-u deyishdi. Agar nasha ekkan odamni, fohishani, o'g'rini, hali bang'ir sotadiganlarni, shunaqalarda ushab ichki ishlarga topshirganim uchun agar meni kazo'l desang, mayli. U ma'noda bo'lsa men roziman. Yozib berishgan ekan o'sha kommentariyada. Qaysi jumada aytib berdim, bitta emas, boshqa masjidda aytgan ekanman bo'lmasam. Sanam kazo'lagansan deb besh. Aytinglar shunaqalar. Bang'alar otadiganlar bor-ku, shuni usha beringlar. Bugun erta roza sotishadi-da. Bugun chislo oxirgi juma ekan bu yillik-a. 2023 kirib kelyapti. Har yili shu dekabrda boshlashadi-da endi. Unaqa edi, bunaqa edi. Eng zo'r javob Hazrat muftiyimiz aytdilar-a. Diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor deb aytdilarmi? Bo'ldi, tamom. Yig'ishtiring qolganini. U chiqib vakillaveradi qolgan. Diniy va dunyoviy bayram bor deb turilibdi. Bo'ldi, masala hal bo'ldi. Har yili shu dekabr kelsa, deymanda boshlanadi. Mana shu oqidi, ko'kidi, mushrik, kofirdan boshlaydi. Men hayron qolaman. Bular shu birovni kofirni kayf qilarmikin deymanda. Nima kerak shu narsa? Ha, biz pasxa qildim, aytdi, to'g'rimi? Haqiqiy g'ayri dinni bayrami bu. U vobshe xudo saqlasin. Bir boshqa g'ayri dinni diniy libosi, diniy bayrami, diniy qilig'i u qat'iyan harom. U umuman mumkin emas u. Kiyimlari bor ularda, diniy kiyimi bor. Umuman mumkin emas. Ya'ni do'ppisi bor tarelkaga o'xshagan, bilasizlar-a? Boshqa din egalarining. Shu kiyib bo'lmaydi, to'g'ri. Shuning uchun menimcha kanalimizga qo'ydikmi o'sha joyini Hazrat muftiyning nimalarni qani qo'yganmizmi? Yana bugun qaytarib qo'ying. Bizni kanalimizda ko'rib olinglar shuni. Muftiy hazratlari juda go'zal javob qo'yibdilar shunga. Mana shu bayram haqida deb gapiradiganlar haqida. Shuni ko'rib xulosa qilib qo'yinglar. Chunki bilib bilmay u bu deb qo'ymanglar akalar. Kimdirlar taqvodorlik qilaman deb, qattiqlik qilaman deb, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yapsizlar akalar. O'libdi endi sizda bor taqvo hech o'zi bitta bir tomchisi bizda yo'q bo'lsa-ya. Allohning guvohligida aytaman mana shu narsani. Men Allohning guvoh deb aytavermayman har bir narsada. Chunki to'g'ri so'z odamga bu gap kerak yo'q aslida. Lekin shunga aytaman. Agar shu harom bo'lsa, erkak basman shu yerda harom deb aytmasam. Aytaman shuni. Shuni aytib keyingi juma yo'qib bo'laveraman. Ketsam ketaveraman ishdan demoqchiman. Harom narsani liboyni aytamiz. Aytganmiz va aytamiz ham. Xotirjam bo'linglar. Xotirjam bo'linglar. Halol narsani hammasini aytganmiz va aytamiz ham. Bugun va kecha yo bir dona mavizamizni eshitib olib, bu internetdagilarga tegishlik. Necha ming odam ko'ryapti hozir? Ikkovi bo'lib.
5-6 ming bormi? Ha, salgan 5 ming odam, bittagi 4 ming bilan 9 ming odam eshityapsizlar. Buni yana qo'yamiz. Ha? Biz bitta mavizamizni yoki ikkita mavizamizni yoki joyimizni eshitib olib, biz haqimizda xulosa qilayotganlar. Akalar, xulosada shoshilmang. Javob berasiz. Men haqingizda yomon dedim, qiyomatda javob beraman men sizga. Men sizga javob beraman. Meni yomon dedingiz yo meni yaxshi dedingiz, qiyomatda javob berasiz menga. Keling, qo'ying qiyomatga muammo qo'ymaylik. Shu yerda yechib olaylik masalalarni. Mana men kechirdim sizlarni, masalan, g'iybat qilganlarda. Men sizni tanimayman, to'g'risi, aniq g'iybat qilmaganman sizni. Siz ham meni qanaqadir xatolarni kechirib qo'ying. Alloh adashtirmasin. Kelayotgan melodiy yil barakali bo'lsin desa nima bo'ladi? Gapiringlarmi? Barakali kelsinmi? Kelsin. Juma barakali bo'lsin, dushanba barakali bo'lsin. Har kunimiz ham dunyo, ham oxirat ishimizga barakotli bo'lsin. Chunki hamma biznesmenni ko'ringda, hozir mashgullarda. Biznes haqida ham deydi. Yil yopilyapti hozir. Stop, liboy firma, yo'q, yil yopyapman. Xuddi shu 365 kun keladi, keyingi 365 kunda adashmasam 5-yanvarda hamma yana boshlaydi yana. O'zi ish kuni nechinchi kundan? 4dan. Bu degani yana o'sha hamma yo'q ochiladi, daftarlar ochiladi, 2023-yil yoziladi. 2023-yilga nima nom berdilar yurtboshimiz? O'qib o'tiribsizmi shu joyini? Qoyili. Javob o'rnida chiqdi hoji aka. Alloh rozi bo'lsin. Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili. Ilohim bu yil, oldingi yil, undan oldingi yil 20, 19, 18, 17 da xalqqa insonga bo'lgan e'tiborlardan ko'ra 2023-yilda insonga bo'lgan e'tibor yana ham zo'r bo'lsin deb Xudodan biz so'raymiz. Va ta'lim e'tibor zo'r ketyapti. Men uni o'zim guvohiman, sabab bolam maktabgacha ta'limda o'qiganligi uchun bilyapman men buni. Bog'cha bolam o'sha maktab fanini o'qiyapti o'sha deyarlik. Masalan, 5 yashar bola 4ni 4 ga qo'shib 2 ni ayray oladimi? Juda redga uchraydi. Ayrishyapti hozir. Bundan bir narsalar qilib turib, hali mental arifmetikalarni o'qishyapti. Men xursandman. Xudoga shukr. Bu degani o'sish bor, o'zi ta'limga e'tibor bor. Biz Xudodan so'raymiz. Shu prezidentimiz aytganlaridek 2023-yilda sifatli ta'lim ilohim zo'r bo'lsin, bolalarimiz zo'r bo'lsin, o'qisin. Bir tomonlama bo'lmaydi. Hukumat harakat qilgan bilan biz ba'da bolamizni faniga, darsiga, o'qishiga, bahosiga, sinipiga e'tibor bermasak, yomon baho olsa qovog'imizni solaylik. Men qulog'ini qo'yib yuboring demayman. Xafa bo'laylik. Tika qilib qo'yaylik. Maktabda oldin dars qilmasak, stulda ushlab tika turamidik? Tursin bolamizni. Yo 200 ta anjumani qildiraylik. Yo 500 ta prezidentni qildiraylik. Men uring demayman, bolani urib tarbiya qilib bo'lmaydi. 5 baho olsa rag'batlantiring, qanaqadir ketdi yuringlar. Bir haftada birmi? Shu ma'noda. Xo'p, keyin bitta aytib qo'yish kerak bo'lgan masala. Mana qulog'imizga ko'p chalinyapti va shu bilan birga internetda ko'p o'qib qolyapman o'zim ham. Ko'mirdan, gazdan, gaz isidan, ko'mir isidan zaharlanayotgan, ba'zi birlar vafot qilayotganlarni ham eshityapman-da. O'bram ham aytdim, shekilli adashmasam, dunyoda har bir narsani o'ziga yarasha ilmi bo'ladi. Shuni ilmini bilish biz uchun farz. Shuni ilmini bilish biz uchun farz. Xo'p, mana shuni ham gapirsak-da, hozir nimachilarni oldindan men aytib qo'yay, atvetini bularda. Uyda gaz yo'q bo'lsa, isini nima qiladi bizga deydiganlar bor-da. Oshna bu sizga tegishli emas. Qo'lim ko'ksimda. Jon oshna qo'ying, tortishmaylik. Siz ham tortisiz, biz ham tortsak, oxirigacha olib borishga to'g'ri kelib qoladi. Kerak emas. Xo'p, bu uyda gazi borlarga tegishli. To'g'ri gap. Oldindan bularga atvet bu. Xo'p. Bu ham u mavzuga tushadi, parosatga tushadi mana shu narsa. E'tibor berish kerak inson. Haligi
mayda bunday gaz yoqib qo'ysa isiydigan nima bor? Shuni uyga shunday yoqib, hech qana havo tortadigani yo'q, ha desa, yo bu is chiqarmasmish. Qandoq bo'lishi mumkin? Buni ximiya ham, fizika ham yo'q deydi. Buni narsani dunyoda chiqqan yo'q deydi. Yonadi-yu, qanaqasi is chiqmaydi? Chiqadi. E'tibor beraylik. Ehtiyot qilaylik. Asraganda asraydi. Tormiz essiz, keyin avariyadan asraydi Alloh. Bu dunyo sabablar dunyosi. Qalin kiyinamiz, keyin so'qatmaymiz. Sabablarmi? Shuni singari Xudo xayr bersin. Ko'mirni chala yoqib, sandalga tiqqandan keyin undan chiqqan gaz aniq uxlatadi odamni. To'g'ri uyqu emas, bu boshqacha uxlatib qo'yadi u. Shuning uchun men aytgan bo'lardim. Endi chiroyli joyini ham aytaylik. Har bir narsaning texnologiyasi bo'ladi. Musulmon odam imindan shuni bilish kerak. Shuni bilishimiz kerak. Shuni bilmasak katta zararlar bor. Hatto texnik nosoz mashinaga o'tirib minish harom desam, shuni ham boshqa yoqqa yo'yganlar bo'ldi. Yana bu gapim yana bitta qaytarib aytaman. Texnik nosoz mashinaga o'tirishlik harom, bilib olinglar akalar. Nimaga? Din o'zingizga ham, birovga ham zarar yetkazishingizni xohlamaydi. Rast tormiz chataqmi? Mana kecha Quvonib yo'lda avariya ko'rdim. Ko'rganlar bo'ldimi? Mo'sti taydi, mo'sti o'tganda. Ikkita katta jumon kamas. Bilmayman nima bo'lgan. Alloh ish qilib yomon hodisa bo'lmagan bo'lsa. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Bir-birimizni hurmat qilaylik, bir-birimizni yaxshi ko'raylik, bir-birimizga yomonlikni ravo ko'rib qo'ymaylik. Ko'p shag'al yuklaganlar burilyapti, asfaltga shag'al to'kilyaptimi? Bitta oddiy misolda aytaymi? Mashinangiz g'ildirayib bir tomonda asfaltda, bir tomoni shag'alda. Tormoz esingiz bilasizmi nima bo'ladi? Aylanadi mashina. Og'an edi tezroq bo'lsa. Shuning uchun men aytayapman, "Ey, akalar, ko'p yuklama, yo'lga to'kilmasin." Shuna mashinalar bor, ko'rsangiz g'o'zapayda yurganga o'xshaydi. Tutun, yo'l tuman bo'lib ketadi. Shular tabiat dushmani, xalq dushmani shular. Ras mashina minyapsanmi, tirikchilik qilyapsanmi? Yo men bo'lsam-da, men o'zim aytay shuna deb, men kamaschiman deylik, men mashina minaman, men shag'al toshiyman. Mendan sizlar zarar ko'rmasliklaring kerak, xalq. Tutatyaptimi o'g'ni, sarfla pul tiq, bo'lmasa minma mashina. Shuni singari mana gaz masalasida azizlar e'tiborli bo'laylik, e'tiborli bo'laylik. Juda ko'p shuna holatlarda men shaxsan internetga ko'p o'qiyman, chunki internetga ko'p kiraman. Alloh hammamizni saqlasin. Biz Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlariga muvofiq birovga yomonlikni ravo ko'rmaymiz. Birov zarar ko'rishini xohlamaymiz. Hatto dushmanimiz ham is gazidan dimlanib o'lmasin ilohim. O'sha ham yashasin. Chunki dushman ham kerak hayotda. Nimaga? Xatolarni bilib yurasizlar. Dushmansiz to'lki xatoingizga qaraydi. Borlaringga shukr. Shunaqalar. Amin. Hammamizni tavfiqda, ibodatda, hidoyatda o'zi bardavom qilsin, adashtirmasin. Hammamizni farosat egasi qilsin ilohim. Allohimizni bizga bergan ibratli voqealar va ibratli hodisalardan chiroyli xulosa qilib, o'zimizni o'g'nab yaxshi odam bo'laylik ilohim. Yurtimiz tinch, osuda bo'lsin. Yomonlikdan, ofatdan, balodan o'zi saqlasin. Allohumma solli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar.